Har doim taom tayyorlaganimda qaynonangiz uchun tayyorlab bering desam, ko'pchilik menga nega faqat qaynona uchun, onajonimiz uchun tayyorlasak bo'lmaydimi deb yozishardi. Sizga onajoningiz uchun xonimlarning guli. Ramazon oldi onajoningizga shu gul xonimdan tayyorlab olib borib bering. Ko'pgina duolarni tagida qolib ketishingiz aniq. Xonimni xamiri og'izda erib ketishi uchun elangan unga tuzli suv va bittagina tuxumni chaqib, o'rta yumshoqlikda xamir qoramiz. Ikkita teng zuvalaga bo'lib tindirish uchun olib qo'yamiz. Kartoshkani nasatkamizda somoncha ko'rinishida chiqarib olamiz. Mayda to'g'ralgan piyoz, tuz va shunchaki morchni sepamiz. Aralashtirmasdan bir chekkaga olib qo'yamiz. Yaxshigina tivgan xamirimizni yupqagina qilib yoyib olamiz va ko'rsatilgandek lentachalarga bo'lib, xuddi shu ko'rinishda yarmiga nachinkani qo'yib, gul shaklida tugib olamiz. Yog'langan listimizga bir chekkadan chiroyli qilib terib olamiz. Qaynab turgan suvga qo'yib, tezgina pishirib olamiz. Ustiga albatta pomidorli sous tayyorlaymiz. To'liq ma'lumotni, sous retseptini opisiyaga yozib chiqaman, albatta o'qib chiqing. Mazali Gulxonim, guldek onajoningizni butun umr yodlarda qolishi aniq. Sizlarni bilmadim-ku, bizning uyda xonim tayyorlandi degani bu sochiqlarimiz qurbon bo'ldi degani. Onajonimizni xonim bilan xursand qildik, kayfiyatda tushirishga aslo o'rin yo'q. Akvamarin bor, nima g'amimiz bor. Oshxonangizdagi barcha dog' bo'lgan, kirlangan, hidlangan sochiqlarni yig'ib tog'orachaga soling, ustidan akvamarin solib, shaqilab turgan suvni qo'ysangiz, bo'ldi, reaksiyaga kirishadi. Dog'lardan, hidlardan asar ham qolmaydi.